Assalomu alaykum. Bugungi chiqarishda Kia Sorento nas chiqadi. 1.6 gibridli motorda 2029-oy. Hozir очень sпрос bo'layotgan bizning Qirg'izistonda ekonomik variantda qila turgan hech qanday ishi yo'q. Podrobniy video obzorlari kimga kerak bo'lsa tashlab beramiz. Трехлинзовый faralarda повторительный поворотниклari bor, 360 kamera, датчик слепой зоны, бесключевой достуp. Paroglari o'zi chiqib o'zi kiradi. Bu yer karbondan qilingan ekan bu chekalar. Получается электропакет, память сидина, электроплавающая сидина. По вин-коду здесь можете посмотреть. Buradan ko'rsalarim bo'ladi. Probegi bo'lgani 151 ming yurib qolgan. Подсветкалari мощный. Shuni cho'tki qilgan ekan. Задний вид kamerasi ishlaydi. Bardag'i. Korobkada hech qanday qila turgan ishi yo'q. Podogrev roll, auto hold, elektrorучной drive mod, podogrev avto bardag'i ishlaydi. Bu yerda беспроводной зарядник, nima bor ekan, подвздушный bor, ключи. Машинаning saloni вообще medialном состоянияda, hech qanaqa sarapini, miyatini hozir yo'q. Поворот jonganda уже ulchaq bardag'i janat. Paroglari eshikni ochganda chiqib, eshikni jabsak kirib taqtanib qoladi ekan. Orqa nimada shtorkalari bor, podogrev zadniy sidina bor, old o'rindiq. Oranjiy salonda mashina мощный, salonlari 220 volt, u yerda uzbishniy beton 12 volt. Mashina toza ahvolda. Mana orqada ham podsvetkalari bor ekan. Mana bardag'i ishlaydi. Kimga shunday o'noqlar kerak bo'lsa, lichkaga qayrasalaring bo'ladi. Lider Avto KJRF. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.